فقط یار نشانتون برای که خوشن شد چیزای گله نشون. بربریزی سرخ است، پولونیک است، مالینه، یگنی، گوجی همیشه اپریزی خوشگله. Hi everyone, welcome to the very first episode of the Tashkent Survival Guide. We are so excited to have you here. Whether you are an international student, a tourist, a new resident, or simply curious about Uzbekistan, this series is designed to help you discover Tashkent through local experiences, practical tips, and hidden gems. In every episode, we will explore places, answer common questions, and share everything we wish we had known when we first arrived. And today, we are starting with one of the most famous places in the country, Charsu Bazaar, the historic heart of Tashkent. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به اولین قسمت راهنمایی وقفه در تاشکند. خیلی خوشحال هستم قرار است این سفر را یک جای همراه شما شروع کنیم. اگر تازه به کشور ازبکستان آمدین و یا قصد تحصیل، زندگی، مهاجرت به کشور ازبکستان دارین و یا که دوست دارین بیشتر آشنا شوین با فرهنگ و مردم ازبکستان، دقیقاً این برنامه برای شما جور شده. در هر قسمت با هم یک جوی نو میگردیم و با بازار واقعی مردم ازبکستان آشنا میشویم و تجربه واقعی خود ما را هم همراه شما شریک میسازیم و امروز هم از یکی از مشهورترین و قدیمی ترین جای ازبکستان شروع میکنیم که بازار چارسو هست. پس بیایین که با هم یک جو بگردیم و ببینیم این بازار چی قصه ها داره. بریم عزیزم. Ruscha chi bilasizmi? O'zbekchani bilaman xolos. Nomlarni o'zingiz pishdasizmi yoki qayerga buni? Yo'q, bularni kasbdoshlarim, sheriklarim qiladi. Men 30 yilga novvoyman, non yopaman. Non yopaman 30 yilga. Bular mana Toshkent patirlari. Bular Qo'qon patirlari. Nima farqi bor Toshkentdagi Qo'qon? Endi farqi bu sariyog' solinadi. Bularga ham sariyog' solinadi, prosta buni yong'oq mag'izlari bor. 1 kilolik patir. Bunisi katta yoshroq, kichikroq, shuning uchun farqi shunda. Anaqa an'anaviy nuqta nazardan non nima rolni o'ynaydi Va endi O'zbekiston Toshkent non shahri, tem bo'li. Men bilamanki o'zbek xalqlar non uchun juda ehtirom, qadr. Ha, albatta. Endi non bilan azizda. Men non bilan mehmon qiladi. Kelgan mehmonni O'zbekiston. Shuningdek, biz ham qolaversa sizlarni non bilan mehmon qiladi. Mana uni olingda sindiring. Toshkent non shahri sizga VIP. Bemalol yeyishlaring mumkin. Toshkent non shahri. Ismingiz nima ekan? Ismim Shavkat. To'g'ri, familiyam. Necha yil beri shu yerda ishlayapsiz? Mana 20 yildan beri shu yerda non sotaman. Ishlar qanaqa? Ha, Xudoga shukr. Men o'zim Vodiydanman, Andijondanman. Andijonda. Anaqa bilaman, Andijon shevasi boshqacha. Ha, boshqacha. Agar mumkin bo'lsa, bir ikkita so'z gapiring Andijon. Ashaqdan mashaqa kelganmiz-da. Ashaqdan mashaqa. Mashaqa. Kelganmiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar. Kelib turinglar. Xo'p, albatta. Boshqa bo'lsin. Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston, Dedi. Давайте. Тихо, ничего не дарит. И моих клубничериков.
این برای ایمنیته اصلا مزه میشه. این مولش افرامونه برای این اختا میبره. این چای که شما زرکلی نخورید. این چای خودمون به یسل میکنه. این چای خودش چایش اصلی اختای. این خودمون میسازیم. شما میسازین؟ داخل از چی هستم؟ این از دونش بربریزی سرخ است، کلونیک است، مالینه، یگنی گوجی همیشه است. افریزی نخوش کرده. این اسپاگیتی چای. بچه‌ها یاش که برونه نمیشه. این دیگه رو بخوام. این یاش باشه. برای کلان سال ها پرتیا برای این چای ها. این افریزی چای. این برای من چای سیاه و این لیمون چای است برای دولینش بدگی ها. برای ساک دابلینه. خب برای من دیلش برای سلاوی بدگی و من برای دیل این افغان چای میگوید بدونش کاردامونش زعفرانش همه چیزش هست. این شما چی میگن؟ این کاردامون. کاردامون؟ این ما ال میگن. این زعفران هست. این زعفران تولید کدام کشور است؟ تولید خود ازبکستان است. نه این زعفران ایران میاد. دست من این ازبکستان است. این ازبکستان این ایران. از لحاظ قیمت کدامش قیمت‌تر هست؟ این قیمت‌تر است. این یک دانش 150,000. این چند گرم است یک دانش؟ این 0.5 گرم. 5 گرم و این 95 گرم؟ نه 0.5 گرم. 0.5 گرم. این هست 10 گرم برای اوقات برای آش. این چند است؟ من می دانش 100,000 میشه. دلار $10 میشه. این $20 میشه. این گلوی برای دولینه برای صخر میشه. این چای اگل اخته میاد این چای. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Xudo olsun. Xudo olsun. Charchamaysiz. Amirxon ismim. Tanishganimdan xursandman. O'zbekiston yosh ko'chlar. Bozor yoqdimi? Yarchanli narsalar, bizani o'zbek milliy narsalarimiz. Yoqdimi? Siz nima bor? Bizda suvenir, magnitka mana, abay ko'ynaklar, turistlar kelishi uchun hamma narsa bor. Sharoit bor. Chiroyli. 75 mingdan opa. Har xil narxlarda mana abay toza yubqalari 120 ming narxli. Magnit, suvenir, hamma turistlarga yoqadigan narsalarimiz bor. Mumkinmi? Mumkin. Bemalol kiyib. Mana o'zini poyislari bo'ladi. The style is very beautiful. I really like the Uzbek costume. I really recommend you to come and take it as a souvenir. This is one of the very best souvenirs that you can make to your friends and family. Bu anaqa O'zbek xalqida ko'plar qaysi vaqtlar buni Bu Navro'z paytlar, o'zbek masalan milliy bayramlar paytlar, masalan qizlarimiz kiyib, raqqosalar kiyib, masalan taqdim etishadi o'zbek narsalarimizni. Turistlar kiyadi ko'pincha. Turistlar ham oladi. Turistlarimiz uchun mana hamma narsalarimiz. bu
O'zbekiston ichida tayyor bo'ladimi yoki boshqa davlatga? O'zbekistonga u yoqqa ham olib ketishga sharoit qilib beramiz. Material o'zimizda kelib chiqadi, hammasi. 100%, 100% ishonchli, o'zimizda magazinda, o'zimizda sexda hammasi. Chiroyli. This is my favorite color. I really like it. I'm gonna take it. Maybe I can take it if it's really important. Now we are showing. Aka shu haqida ham biroz ma'lumot bering. Hop, mana soqollarimiz o'zbek milliy, bizda o'zimizda yasalib chiqadigan narsalar bilan. Mana doda non yopotganlari mana orqadagi tandir, tashkent, doda non pishganini olib, bashroq qilib yasaladi, bitlab beriladi. You can see the history in every and each part of Tarsu. You can see non in Uzbek culture has a very important role, and they have a very good respect for bread. And when they have guests, they always have bread to provide for their guests. It is the sign of their hospitality. Mana lagan bu o'zimizda milliy soqol, bunga turistlar qiziqadi, o'shaning uchun mana shunaqa qilib video bir top chiqiladi. Bu anaqa qo'l mehnati, hammasi qo'l bilan qilingan, chizilgan, yasalgan. Bu narxi qancha ekan? Qancha atrofida? Turadi bir 100 ming, 120 ming atrofi turadi bu. Bular просто aniq yopib chiqib qo'yilgan. Bu birga. Ichkarida o'zi ko'p asar qo'ygan. Men rostdan naqshini ko'ring. That's right. Mana oshishab turibdilar. Bizning natsionalni o'zbek milliy xalqqa to'g'ri keladigan ovqatimiz birinchi o'rinda turadi. Turistlar yaxshi ko'radigan. Anaqa men ko'p joylar ko'rgandim, anor haqida. Agar mumkin bo'lsa anor haqida bu anor nimaga? Viloyatlar ko'plar anor bor. Anor Toshkentda ham bor, Xorazm, Samarqand bor, Buxoro bor. Hamma aytadi bu nimaga bunaqa qilingan? Spichga qo'yib qo'yiladi. Qo'yib qo'yasiz bo'ldi, mashina yonib turaveradi. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'l mana zubutchisi uchun bu ham svichini pastga chiroq qo'yib qo'yasiz, o'zidan nur taratadi. Ichida chiroq qo'yapsiz. Ichida chiroq qo'ysangiz yon beradi. Yoki zubutchisiga tiqib qo'yasiz, boshqa narsalar uchun. Guys, you can take these small items for gift for your friends and family. This is one of the most cheapest and convenient thing that you can take for your friends as a gift. Mana bular qo'lda qilinadigan natsional narsalar. And now this part, the most beautiful part of. Mana. Mana. O'zbek milliy hamma yaxshi ko'radigan. Look at how heavy it is. Mana. Bu anaqa qancha ekan, nega bu? 120 ming bu. Bu nimaga katta? Buni o'zbeklar osh yeyishdi. Samarqandlik. Bu bir kishi. Hammasi qo'l mehnati. Hammasi qo'l mehnati, tiziladi mana. Mashtan bilmasa bo'ladi, tizilishini qo'l mehnati. Ismingiz nima dedi? Amirxon. Mana. Siz ham bilasizmi? Shuni Bilaman. O'zingiz qilasizmi? Yo'q, pastda bizdan anaqada joyi bor. Joyi bor. Anaqa agar biron kim farmoyish bersa, menga bunaqa naqshlar kerak, qiladimi yoki? Qilamiz. Kelib, zakaz ko'pman. Ko'p, unaqa ko'p vaqt. Anaqa bir bu nima nomi? Bu ham lagan. Bu endi bir kishilik uchun. Bir lagan uchun qancha oladi anaqa naqshini ko'rish uchun? U o'zligi kelishdi. Kattalar bilan o'zligi kelishdi. Bu istakanmi yoki anaqa kosa? Milliy, soqol, turistlarga qiziqish uchun. Istakan bor ichkarida. Bu nimaga bunaqa qilingan? Turistlar qiziqish uchun kattaroq объемli qilingan, naqsh tushirilganligi uchun. Yonlardan, chetlardan. Ana o'shaning uchun shunaqa qilib yasalgan. Bu turistlar ko'plar qaysi narsa oladi? Turistlar magnitlar, sog'liq uchun magnit, mana O'zbekistonda yozilgan, bu qo'l mehnati, chizilgan. Qaysi davlatlar turistlar ko'p kelyapti shu yerda? Turist, Ruslar, Qozog'iston, Qirg'iziston, nashta qiladi.
anaqa Amerikaliklar kelishadi. Keladi, hamma yoqdan keladi. Turkiya, Mokiya bor, siz nechta tilni bilasiz? Rus tili. Yozib olaman, va qo'lda. Studentmi yoki Yo'q, maktabda. maktabda? Juda yoshsiz. Ha, Barakalloh. Bir narsa Welcome guys to the art store. This gallery belongs to an Afghan merchant who is selling different kind of products, especially made by his This shop is the best for buying souvenirs for your friends and family. فقط یار نشان نکن برای چیزای خوبش نشان چیزای گنده نشان واو هیچ قمق کنم معمولا این چیزهای دستساز یک گزینه خوبی برای سوغاتی گرفتن هستند چون هم فرهنگ ازبکستان رو به نمایش گذاشته و همی که هنر دست هستند و که یادگار میمانه و یک به صورت و به نحوی یادگار میمانه که شما یک زمانی از ازبکستان دیدن کردین و این سوغاتی را با خود بردین. Haklısın.